Assalomu alaykum. Toshkent telekanaliga sozlangan muxlislar, siz nima deysiz ko'rsatuvida yana yangi mavzu muhokamasi bilan ko'rishib turganimizdan mamnunmiz. Assalomu alaykum. Kuzning beqaror nafasi va tabiatning betakror go'zalligidan bahra olayotgan aziz yurtdoshlar, yilning eng rang-barang sermazmun fasli barchamizni yangi ishlar, yangicha rejalarga undaydi. Shu bilan birga bu fasl qish mavsumiga tayyorgarlikning eng mas'uliyatli davri hisoblanadi. Ha, aynan shunday. Shu sababli ko'rsatuvimizning bugungi soni barchani qiziqtiradigan masala kuz-qish mavsumiga ko'rilayotgan tayyorgarlik ishlari haqida bo'ladi. Demak, bugun studiyamizga taklif etilgan soha mutaxassislariga bir qator bizning savollarimiz bor. Aynan barchaga ma'lumki, har yili mana shu davrda issiqlik ta'minoti, elektr energiyasi va yo'l infratuzilmasini tayyorlash ishlari qizg'in pallaga kiradi. Aytingchi, Bekzod aka, keling sizdan boshlasak, joriy mavsumda ushbu yo'nalishlarda qanday ishlar amalga oshirilishi ko'zda tutilgan? Marhamat. So'nggi yillarda mamlakatimizda energetika sohasini isloh qilish bo'yicha bir qator ishlar amalga oshirilyapti. Xuddi shu kabi Toshkent issiqlik markazida ham bu kabi ishlar amalga oshirildi. Xususan, kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik ko'rish dasturi doirasida bir qator ishlar amalga oshirildi. Bular o'sha mavjud energiya qurilmalarini kapital, joriy ta'mirlash ishlari amalga oshirildi. Qaytadan ko'rilishi zarur bo'lgan har bir uzil ko'rib chiqildi. Shu bilan birga bu yil qilingan katta ishlardan bittasi, buni faxr bilan aytishimiz mumkin, davlat xususiy sherikchilik asosida o'sha issiqlik markazlarimizdan birida yangi stansiya, elektrostansiya barpo etilib, hozir ishga tushirilish arafasida turibdi. Bu o'sha oldingi bir qator ko'rsatuvlarda ham aytib o'tildi. 4-sonli issiqlik markazida quvvati 100 megawatt bo'lgan Toshkent shahridagi birinchi yirik quvvatli kogeneratsion issiqlik markazi qurildi. Bu o'sha ya'ni birinchi yirik quvvatlisi. Bu kunga qadar 2023-yildan boshlab davlat rahbari muhtaram prezidentimiz tashabbuslariga asosan pilot tariqasida mahallalarda amalga oshirilgan bo'lsa, kichik quvvatli lokal kogeneratsion markazida amalga oshirilgan bo'lsa, bugungi kungacha o'sha Chilonzor, Sergeli, Olmazor tumanlarida ishga tushirilgan bo'lsa, hozir bu issiqlik markazi qoshida, ya'ni eng yirik Toshkent shahridagi eng yirik issiqlik markazi qoshida o'sha 100 megawattli kogeneratsion issiqlik markazi qurildi, ishga tushirilish arafasida turibdi. Bu o'sha qo'shimcha poytaxt aholisiga oldin issiqlik markazlari faqat issiqlik energiyasi ishlab chiqargan bo'lsa, hozirda bu markaz orqali ham issiqlik, ham elektr energiyasini ishlab chiqarish imkoniyati paydo qilindi. Bu esa o'z navbatida o'sha issiqlik energiyasini tannarxini kamaytirishga, davlat tomonidan ajratiladigan subsidiyalarni kamaytirishga hamda o'sha hudud iste'molchilarini elektr ta'minotini uzluksizligini yanada oshirishga sababchi bo'ladi. Chunki o'sha texnologik jarayondan kelib chiqib yetadigan bo'lsak ham, tegishli liniyaga ulangan bu issiqlik markazi oldin Toshkent shahri asosiy o'sha 3 ta katta podstansiyadan iste'mol qilgan bo'lsa elektr energiyasini, bugungi kunda bu yana qo'shimcha quvvat manbai bo'lib qurildi. Shu bilan birga undan tashqari boshqa issiqlik markazlarida ham kapital joriy ta'mir ishlari amalga oshirildi. O'sha issiqlik energiyasini ishlab chiqarish jarayonini uzluksizligini ta'minlash uchun. Agar raqamlarga e'tibor beradigan bo'lsak, o'sha Toshkent issiqlik markazi qoshida issiqlik markazlarida umumiy 48 ta suv qizdirish qozonlari bo'ladigan bo'lsa, shundan 13 tasida mukammal ta'mir, ya'ni kapital to'liq issiqlik yuzalari almashtirildi.
qolgan 48 tadan 13 tasida kapital bo'lsa, 35 tasida joriy va o'rta ta'mir ishlari amalga oshirildi. Deyarli hammasi ta'mirlangan. Xuddi shunday. Shu bilan birga asosiy uskunamiz bo'lib hisoblangan o'sha nasos qurilmalari, ya'ni qozonlarda biz suvni isitadigan bo'lsak, qo'shimcha nasos qurilmalari bilan biz buni aholiga o'sha kerakli bosim bilan yetkazib beramiz. Shu 240 nafar nasos qurilmamiz ko'rikdan o'tkazilib, zarurlari kapital, joriy, o'rta ta'mir ishlari amalga oshirildi. Rahmat. Demak, to'liq ma'lumotlar uchun Megzod aka. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 11-martdagi 100-sonli qarorlariga asosan issiqlik ta'minoti aksiyadorlik jamiyati tashkil etilgan. Shu kungacha Qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi vazirligi tomonidan respublikadagi issiqlik qozonxonalarining ekspluatatsiyasi yuritilgan. Demak, muhtaram Prezidentimizning tegishli qarorlariga asosan issiqlik ta'minoti aksiyadorlik jamiyati tashkil etilib, respublika bo'yicha jami 23 ta issiqlik ta'minoti korxonalarini tasarrufiga oldi. Demak, bu yil kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik ishlari yuzasidan mahalliy byudjet mablag'larini 28 milliard so'm mablag'lar hisobidan jami 53 ta qozonlarni hamda 93 kilometr issiqlik tarmoqlarini mukammal ta'minlash ishlari amalga oshirilgan bo'lsa, 598 ta qozon va 519 kilometr issiqlik tarmoqlari issiqlik ta'minoti korxonalarining o'z mablag'lari hisobidan joriy ta'minlash ishlari amalga oshirilgan. Bu o'z navbatida davlatimiz oldida turgan ustuvor vazifalardan biri energiya resurslarini tejashni va energiya samaradorligini oshirish bo'yicha qilinayotgan ishlarga o'z natijadorligini ko'rsatadi. Rahmat. Abdusattor aka, hudud gaz ta'minoti mavsumga tayyormi? Qanday ishlar bilan band? Hudud gaz ta'minot aksiyadorlik jamiyati balansida 90 ming kilometr gaz tarmoqlari bor. Undan 16 ming kilometri yer ostida joylashgan. 50 ming 200 dona gaz taqsimlash punktlari orqali iste'molchilarimizga 4 million 300 tabiiy gaz iste'molchilarimizga tabiiy gaz yetkazib beramiz. O'tgan yilgi muammolardan kelib chiqib turib, o'sha ta'mirlash zarur bo'lgan joylar belgilab olingan 540 kilometr gaz tarmoqlari mukammal ta'mirlandi va rekonstruksiya qilindi. Undan tashqari 50 ming 200 ta gaz taqsimlash punktlarini to'liq taftishdan o'tkazildi. 961 ta gaz taqsimlash punktlari mukammal ta'mirlanib yangilandi. Undan tashqari o'sha 3 bosqichli tizim deymiz, aholi xonadonlariga tabiiy gaz yetkazib berishda gazni bosimi pasayib ketadi. 2 bosqichli tizimga o'tkazdik. 299 ming dona reduktorlar o'rnatildi. 5311 ta gaz taqsimlash punktlari demontaj qilib tashaldi. Buni hisobidan o'sha 2 bosqichli tizimga o'tgan aholi iste'molchilarimizning tabiiy gaz ta'minoti barqarorligi ta'minlandi. Endi hudud gaz ta'minot o'zini kuz-qish mavsumiga rejalashtirilgan ishlarni tamomlagan. Hozirda yana o'sha open budjet deymiz, o'sha loyihalar asosida ta'mirlash ishlari, qo'shimcha ta'mirlash ishlari yana olib borilmoqda. Siz aytib o'tgan raqamlar katta va aholimiz bu raqamlardan kelib chiqadigan natijadan albatta mamnun bo'lishadi. Azizlar, dasturimiz davom etadi. Ma'lumki, qish mavsumiga tayyorgarlik faqat korxona yoki bo'lmasam tashkilotlar darajasida emas, balki har bir xonadon va mahalla miqyosida ham amalga oshiriladi. Bu jarayonda aholining faolligi, tizimli nazorat va mas'ul idoralar o'zaro hamkorligi katta ahamiyatga ega hisoblanadi. Shu munosabat bilan suhbatimizni kelgan mehmonlarimiz bilan davom ettiramiz. Mohir opa, marhamat, mikrofonni olishingiz mumkin. Aytingchi, hozirgi paytda xonadonlar va mahallalar darajasida qish mavsumiga tayyorgarlik ishlari qay darajada amalga oshirilyapti? Biz qishki tayyorgarlikni o'zi shu issiqlik tizimini to'xtatilgandan keyin ko'p vaqt o'tmasdan o'sha tayyorgarlik ishlarini boshlab yuboramiz. Ya'ni yil boshida qabul qilingan dasturlar doirasida, masalan, bitta Chilonzor tumanini olsam, bu shahar bo'yicha shunaqa shtablar qish-kuzgi tayyorgarliklarini
bevosita ular nazorat qilish uchun o'shalar shtablarimiz ishlab turadi bevosita. Undan tashqari masalan biz o'zimizni boshqaruv servis kompaniyasi tomonidan bajarilgan ishlarga kelsak, biz asosan o'zingizga hammaga nima anomal sovuq juda katta saboq berdi. O'sha anomal sovuqda biza juda ham elektr energiyasida именно o'sha ko'p qavatli uylarda nimalarga duch keldik? Biz o'sha ko'p qavatli uylarni elektr shitlarini, ya'ni elektr taqsimlashli bosh shitlarini ta'mirlash yaxshi ta'mirlanmagani uchun o'zimiz juda qiynaldik. O'shani hisobga olib, masalan, hozirgi kungacha menda 71 ta uy bo'ladigan bo'lsa, 50 tadan oshig'ini o'sha bosh elektr taqsimlovchi shitlarini ta'mirladik, kapital ta'mirladik. Ya'ni undan tashqari o'sha o'tgan yilgi mobaynida qishga bizaga qiyinchiliklar tug'dirgan uylarni saralab olib, o'sha issiqlik bo'g'inlarini kapital ta'mirladik. Issiqlik bo'g'inlaridan tashqari o'sha issiqlik bitta boshqaruv servis tashkilotining rahbarlari tashkilotini umuman mas'uliyati nimadan iborat? Ko'chadan kirib kelayotgan issiqlik ta'minoti berilayotgan issiqlikni bevosita o'sha mulkdorga yetkazib berish yoki o'sha elektr energiyasini bevosita yetkazib berish. Bu uchun bizda ko'proq mas'uliyat ko'proq bo'ladi. Chunki o'shani vaqtida iloji boricha har xil yo'qotishlarsiz mulkdorga yetkazib berishimiz kerak. O'shani hisobga olgan holda bu o'rinda mulkdorlarda ham o'zini majburiyati bor. O'sha kirib kelayotgan issiqlikni to'g'ri tasdiqlanganda bizda masalan mulkdorlarimiz mana batareya deymiz, issiqlik quvurlari deymiz. Ular ham biz bilan birgalikda tengma-teng o'z xonadon ichkarisida o'sha batareyalarini yuvib, qishki tayyorgarliklarini qilish. Biz o'zimizda masalan kanallarimiz bor, gruppalarimiz bor. Bu haqda ko'proq ogohlantirishlar berdik, chunki issiqlik kirib kelganda bevosita ikki tomon ham tayyor bo'lish kerak. Bizda mana hozir yaqin qoldi bu mas'uliyatli ishimizni imtihonimiz boshlanishi. Chunki biz qanchalik tayyorgarlik ko'rganimiz ertaga qish boshlanganda shu mavsumda o'zimizga bir imtihondek bo'ladi. Rahmat ma'lumotlar uchun. Yusufjon aka, marhamat. Qo'shimcha ma'lumotlar bo'lsa, aynan yuqoridagi savolim ham sizga tegishli. Marhamat. Toshkent shahrida 11600 ta ko'p kvartirali uy bo'lsa, shundan 6429 tasi belgilangan dastur doirasida ta'mirdan chiqarildi. Joriy kapital ta'mirlash ishlari amalga oshirildi. Misol uchun aytadigan bo'lsak, 42590 kvadrat tom kapital ta'mirlangan bo'lsa, 218000 elektr kvadrat joriy ta'mirlandi. Bu 260000 kvadratdan ortiq qismni tashkil qiladi. Ya'niki bu ko'rsatkichlar bu yilgi kuz-qish mavsumiga Toshkent shahri poytaxtimiz tayyor ekanligini, aholiga qulay sharoitlar yaratilganligi, bundan tashqari o'sha issiqlik bo'yicha boya to'xtalib o'tildik. Toshkent shahrida 8875 ta ko'p kvartirali uyga markaziy issiqlik ta'minotidan issiqlik uzatiladi. Bularning barchasi o'sha PPR pramivka deymiz, o'sha bosim ostida yuvish ishlari amalga oshirilib, kuz-qish mavsumida uzluksiz issiqlik ta'minlab berish bilan bog'liq kamchiliklarni bartaraf etadi, muammosiz ishlashini ta'minlaydi. Rahmat. O'zi har yili baribirga ham mavsumiy darajada kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik ishlari juda ham yaxshi amalga oshiriladi va bu borada mutaxassislar doimo ma'lumotlarni berishadi. Lekin baribirga ham o'sha mavsum vaqtida kamchiliklar kuzatiladi. Nima uchun? Shuncha ish qilinsa-da. Dilshod aka, sabablari nimalardan iborat bo'lishi mumkin, Dilshod aka? Kamchiliklar yuzaga kelishi mumkin. Kutilmagan holatlar bo'ladi. U avariyniy holat deyiladi. Bunaqa vaziyatlarda bizda Toshkent shahar hokimligida markaziy dispetcherlik xizmat tashkil qilingan 1055 ularga qo'ng'iroq qilib, 24 soat 7 kun davomida qo'ng'iroq qilib, ularga o'sha muammolar bo'yicha murojaat qilishadi fuqarolar va fuqarolarni o'sha murojaatlari ko'rib chiqilib, tegishli tashkilotlarga jo'natiladi, tuman hokimliklariga jo'natilib, o'shalarni bartaraf qilish choralari ko'riladi. Bu narsa bo'yicha o'sha avariya dispetcherlik xizmatlari tashkil qilingan tumanlarda kuz-qishga tayyorgarlik bo'yicha shu shtablar tashkil qilingan har bitta tumanda. Shu sodir bo'ladigan nosozliklarni tezda bartaraf qilish bo'yicha. Dilshod aka, mana fuqarodan ariza kelib tushdi, 24/7 rejimda ishlaydi deyapsiz. Qancha muddatda bartaraf etiladi, ko'rib chiqiladi fuqaroning arizasi? Fuqaroning arizasi 3 kun muddatda ko'rib chiqiladi va bartaraf etish choralari ko'riladi.
Juda ham yaxshi. Qish mavsumi yaqinlashar ekan, hamma uchun eng muhim masala xavfsizlik va barqarorlikdir. Bu jarayonda nafaqat kommunal xizmatlar, balki favqulodda vaziyatlar tizimi ham muhim o'rin tutadi. Dilnoza, juda ham to'g'ri aytdingiz. Qish kuz mavsumida favqulodda vaziyatlar xavfi oshadi. Issiqlik tizimlaridan noto'g'ri foydalanish, uskunalardagi nosozliklar yoki gaz isi bilan bog'liq hodisalarni aytib o'tishimiz mumkin. Qisqa va qimmatli vaqt ichida reklama. Tuvio Fen cho'tka. Chegirmada xarid qiling. Pulni esa keyin to'lang. Biz sizlarni yaxshi ko'ramiz. Demak, favqulodda vaziyatlar boshqarmasi vakiliga ham navbat beramiz. Aynan favqulodda vaziyatlar tizimi faqat tezkor xizmat emas, balki profilaktika, ogohlantirish va aholini favqulodda vaziyatlarga tayyorlash tizimi hamdir. Shu jihatdan bu mavsumda aholi bilan hamkorlikda qanday ishlar amalga oshirilayotganini mutaxassisdan bilib olamiz. Marhamat aka, marhamat. Albatta bu tizimda tizimli va manzilli ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan O'zbekiston Respublikasi Prezidentini favqulodda vaziyatlar organlarini faoliyatini yanada takomillashtirish to'g'risidagi qaroriga asosan mahallamizni favqulodda vaziyatlardan xoli hududga aylantiramiz shiori ostida barcha Toshkent shahridagi barcha tumanlar favqulodda vaziyatlar bo'limlari tomonidan, jumladan o'zim faoliyat olib borayotgan Chilonzor tumani favqulodda vaziyatlar bo'limi xodimlari tomonidan ham turli xil profilaktik tadbirlar amalga oshirilmoqda. Ushbu profilaktik tadbirlar Mahallabay, Ko'chabay hamda Xonadonboy yo'nalishda amalga oshirilmoqda. Ushbu profilaktik tadbirlardan asosiy maqsad aholida kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik ko'rish, jumladan hamda xususan is gazdan zaharlanishni oldini olish, yong'in xavfsizligi qoidalariga rioya qilish, is gazdan zaharlanishning salbiy oqibatlari va ular sodir bo'lishi mumkin bo'lgan ko'ngilsiz hodisalarni oldini olishga qaratilgan. Ushbu harakatlar jarayonida, ya'ni profilaktik tadbirlar jarayonida aholida mahallada yurib, ya'ni ko'chama-ko'cha har bir Toshkent shahridagi, ya'ni Chilonzor tumanidagi 300 ga yaqin barcha ko'chalarga ko'chama-ko'cha yurish orqali profilaktik tadbirlar amalga oshirilmoqda. Ya'ni bu ko'cha turuvchi xonadonlarning barcha xonadon egalarini chaqirgan holatda davra suhbati ko'rinishida yoki profilaktik suhbat ko'rinishida jarayonlar ko'rinishida profilaktik jarayonlar amalga oshirilmoqda. Ushbu profilaktik jarayonda asosiy e'tibor o'sha boya aytganimizdek is gazdan zaharlanishni oldini olish, yong'in xavfsizlik qoidalariga rioya qilish bo'yicha tushuntirilmoqda. Har safar profilaktik tadbirlar o'tkazilganda statistik ma'lumotlar bormi? O'sha kamaygan paytlari bormi? Albatta, xususan is gazdan zaharlanish tendensiyasi ham, yong'inlar tendensiyasi ham profilaktik tadbirlar jarayonida yildan yilga kamayib bormoqda. Buni raqamlar misolida albatta sezilarli darajada kamayilishiga erishilganligini ko'rishimiz mumkin. Rahmat aytamiz bergan ma'lumotlaringiz uchun. Albatta, xavfsizlik masalasi juda dolzarb va keng qamrovli. U nafaqat infratuzilma yoki texnik choralar, balki inson salomatligi va tibbiy tayyorgarlik bilan ham bog'liq bo'ladi. Qish mavsumi virusli infeksiyalar va mavsumiy kasalliklar ko'payadigan davr. Shu bois tibbiyot muassasalari bu davrda yanada faol rejimda ishlaydi. Shu nuqtai nazardan tibbiyot sohasidagi tayyorgarlik ishlar ham alohida ahamiyat kasb etadi. Endilikda shu masala yuzasidan fikr bildirish uchun tibbiyot sohasi vakiliga so'z bermoqchimiz. Demak, studiyamizda Alisher aka ishtirok etmoqdalar. Xush kelibsiz. Aytingchi, hududingizda mavsumiy xavf omillarini hisobga olgan holda tibbiyot tizimida tayyorgarlik ishlari qay tarzda davom etayapti? Juda dolzarb masalani ko'tardinglar. Tibbiyot xodimlarining orasida kuz-qish mavsumi bu yuqumli virusli kasalliklar mavsumi hisoblanadi. Endi aholimiz tushunarli, qiziqarli bo'lish uchun qisqacha tushuncha beraman. Chunki noto'g'ri talqinlar juda ko'p uchiydi xalqimiz orasida. Kun sovigani uchun virusli kasalliklar bilan kasallanish bo'lmaydi. Bu virus sariyasi tushishi hisobiga bo'ladi. Yozda ham bo'lishi mumkin. Nima uchun yozda kam, qishda ko'p? Qishda sovuq bo'ladi, aholimiz gavjumlashadi. Bitta xonaga o'tirishadi, eshiklarni yopib qo'yishadi. O'sha xonaga virus bilan kasallangan odam kirib qolsa, hammaga virus kasalligi yuqadi. Yozda bu holatda kamroq bo'lgani uchun virusli kasalliklar ham kamroq uchraydi. Endi virusli kasalliklar ko'paygan paytda kuz-qish mavsumida
hamma davolash profilaktik muassasalarida filtr ishga tushiriladi. Bu filtr post hisoblanadi, kirish joyida bo'ladi. Kelayotgan aholini tana haroratini o'lchanadi. Agar tana harorati baland bo'lsa, bu yuqori ehtimol bilan yuqumli kasallik. Uni alohidalanadi. Agar uni alohidalanmasak, qolgan aholi, sog' aholiga ham yuqish xavfi yuqori bo'lib ketib qoladi. Ularni alohidalanib, alohida doktor chaqiriladi. Doktor ko'rigidan so'ng kerakli muolaja yoki tavsiyalar beriladi. Bundan tashqari, davolash profilaktik muassasalarida joriy dezinfeksiya ishlari kuchaytiriladi. Ilgari yoz mavsumida 2-3 marta oshirilgan bo'lsa, endi 5, 6, 8 martagacha ham dezinfeksiya ishlari ko'p olib boriladi va xonalar kuniga 4-5 martagacha shamollatish ishlari olib boriladi. Bundan tashqari, shaharda, respublikamizda oilaviy poliklinikalar prezident qarori bilan soat ertalab 8 dan kechki 8 gacha o'z ish faoliyatini olib boradi. Aholimizga bemalol oilaviy poliklinikaga murojaat qilishni tavsiya beraman. Nima uchun? Ko'pincha aholimizga xabar bo'lmay qoladi. Poliklinikada 8 dan 8 gacha ishlashini o'zligi shifoxonaga murojaat qilib borishadi. Misol uchun gripp bilan murojaat qilib borishadi, u yerda boshqa kasallar ham bo'ladi. Masalan, rinovirusli kasallik. Uni ham yuqtirib olishadi. Shifoxonada ularga statsionar davo ko'rsatish uchun ko'rsatib bo'lmasligi mumkin. Ularga tavsiya berib uyiga jo'natishadi. Lekin qo'shimchasiga ustiga boshqa virusli kasallik yuqtirib ketish xavfi yuqori bo'ladi. Shuning uchun aholimizga tavsiyamiz oilaviy poliklinikaga murojaat qilish birinchi navbatda. Keyin ikkinchi tavsiyam, aholimiz orasida bitta urchigan odat bor. Shamollasa birdaniga antibiotik dori vositalaridan davolanishni boshlashadi. Bilib bilmagan holatda uy sharoitida bu umuman hech qaysi bir standartga, jahon standartiga ham, Afrika ham, hech qaysi davlat standartiga ham to'g'ri kelmaydigan narsa. Antibiotik faqat shifokor tavsiyasi orqali tavsiya beriladi, birinchidan. Ikkinchidan, shamollash kasalligining 90%ni virusli infeksiyalar keltirib chiqaradi. Virusga antibiotik umuman ta'sir qilmaydi. Tavsiyam, shamollash belgilari paydo bo'lsa, tana harorati ko'tarilsa, birinchi navbatda oilaviy shifokoriga murojaat etish. Deylik, siz aytgan vaqt, ya'ni 8 dan 8 gacha deyapsiz. Aynan kechki tungi 9-10 larda oilada farzand betob bo'lib qoldi, shamolat isitmasi ko'tarildi. Ertalabki 8 ga yetib borgunga qadar uy sharoiti qanday yo'nalish bilan farzandni issig'ini tushirish yoki bo'lmasa birinchi yordamni ko'rsatish imkoniyatiga ega bo'linadi oilaviy oila sharoitida? Birinchidan, hozir texnologiya asri, barcha oilaviy poliklinikada patronaj hamshiralari ish faoliyatini o'zini olib boradi. Patronaj hamshiralariga o'zining hududlari bo'lib berilgan, mingta aholidan. Har bitta shu aholi bilan patronaj hamshiralar Telegram guruhlar tashkil etishgan. Birinchidan shu guruhga savol bersa bo'ladi. Ikkinchidan, agar temperatura, hammamiz uyimizda termometr bor, tana haroratini o'lchagich. Agar tana harorati yuqori darajaga ko'tarilib ketsa, bu 40-41 darajada. Bunda dorixonalarda retseptursiz dori preparatlari bor, tana haroratini tushirgan. O'shalardan foydalansa bo'ladi. Endi shu o'rinda yana bir narsani fuqarolarimizga aytib o'tib ketmoqchiman. Kuz-qish mavsumiga kirish jarayonimiz juda og'ir kechadi. Favqulodda holatlar juda ko'p bo'ladi. Is gazdan zaharlanish holatlari ko'payib ketadi. Buni asosiy sababi aksariyat fuqarolarimiz qishga tayyorlanadi. Har bitta o'sha jihozlarini, dudburonlarini ko'rikdan o'tkazadi, tekshiradi. Lekin ayrim o'sha yoddan chiqargan, ulgurmagan fuqarolarimiz bo'ladi. Albatta o'sha dudburonlarni tekshirtirib qo'yish kerak. Texnik holati bo'yicha yana bir xulosa olib qo'yish kerak. O'sha mavsumga tayyorligiga ishonch hosil qilish kerak. Keyin yana bir narsani aytishim kerak. Yangi xonadonlar yoki bo'lmasam bir xonadonda farzandini yangi uyga ko'chirdi. Ana o'sha xonadonlarda favqulodda vaziyat, favqulodda holat ko'p sodir bo'ladi. Sababi ular o'z boshimchalik bilan ruxsatsiz gaz jihozlarini o'rnatishadi, boshqa joyga ko'chirishadi yoki bo'lmasam rusumini o'zgartirishadi. Qo'lbola uskunalardan ham foydalanishadi. Undan tashqari mana hozir bozorlarda sotilib turibdi. Energiya tejamkor gaz garelkalari deymiz. Ularning qovurg'alari bor. Qovurg'alari bir donasi 15 ming arzon ekan deb
kattaroq ko'proq olishadida o'rnatib qo'yishadi. Buni ko'p o'rnatilganligini zarari shundaki, bunda yongan mahsulot dudburondan chiqib ketishga ulgurmaydi va xonaga yig'iladi va xonadagi fuqarolarni zaharlanishiga, hattoki vafot etishiga sabab bo'lib qoladi. Shuning uchun fuqarolardan yana iltimos qilib qolardik. Mana hudud gaz ta'minotini tuman shaharlarida xavfsiz gaz degan Telegram gruppalar ochilgan. Mahalla fuqarolar yig'ini raislarida hamma silkalari bor. Shu gruppaga kirishsa, barcha gaz bo'yicha, xavfsizlik bo'yicha, yo'nalishlar bo'yicha tavsiyalar, maqolalar, roliklar hammasi qo'yib boriladi. Shundan foydalanishsa va murojaat qilishsa bo'ladi. Demak, ma'lumotlarga ega bo'lishlari mumkin. Kuz-qish mavsumiga o'tish sanasi aniq belgilanadimi yoki bo'lmasam uni qandaydir me'yorlari, ob-havoni ko'rsatkichi talab etiladimi? To'g'ri masalaga to'xtaldingiz. Bu havo haroratiga bog'liq issiqlik uzatish tizimini ishga tushishi, ya'niki havo harorati +8 gradusdan uzluksiz 5 kun davomida tushsa, past bo'lsa, issiqlik uzatish yo'lga qo'yiladi. Hamda bu bahor mavsumida xuddi shunday havo harorati +8 gradusdan baland bo'ladigan bo'lsa, issiqlik uzatish to'xtatiladi. Bunda issiqlik to'lovlari faqat issiqlik uzatilgan vaqtdagina amalga oshiriladi. Kuz-qish mavsumini boshlanish sanasi bilan issiqlik ta'minoti tizimini boshlanish sanasini adashtirish kerak emas. Xo'sh. Sababi bu farqi bor buni. Misol uchun qaysidir o'sha tashkilotlar uchun kuz-qish mavsumi allaqachon boshlanib bo'ldi. Hozir misol uchun noyabr oyida bo'lsak, qaysidir tashkilotlar uchun o'sha deyarli kuz-qish mavsumi ko'rsatkichlari to'liq aylanib turibdi. Issiqlik ta'minoti tizimiga keladigan bo'lsak, issiqlik ta'minoti tizimi Vazirlar Mahkamasining qaroriga asosan tashqi havo harorati o'sha prognozi 8 gradusdan pasayishi 5 kun davomida past o'rtacha havo harorati tursa, shu paytda o'sha tegishli hokimliklar tomonidan qaror qabul qilinadi issiqlik ta'minotini ishga tushirish bo'yicha. Buni asosiy sababi nega qaror? Endi o'tgan yillarida yoki har yili kuz-qish mavsumi boshlanish davrida nega biz qarorni kutishimiz kerak yoki shu kabi har xil savollar bo'ladi. Sababi o'sha qaror chiqqan kundan boshlab, hokim qarori chiqqan kundan boshlab issiqlik ta'minoti tizimi boshlangani hamda shu kundan boshlab issiqlik uchun to'lov amalga oshirilishi ko'zda tutilgan. Shuning uchun o'sha yana yuqorida aytganimdek, tashqi havo harorati o'rtachasi, misol uchun kunduz kuni 10 gradus bo'lib, kechasi 2-3 gradus bo'ladigan bo'lsa, u o'rtachasi olinadi. Ya'ni bu faqat imini 8 gradusdan tushib ketdi degan narsa emas. O'rtacha havo harorati, kunlik o'rtacha havo harorati 8 gradusdan past bo'ladigan prognoz kutilsa, ya'niki bu bo'lib o'tdi emas. Ya'ni o'sha ob-havo ma'lumotida kelgusi 5 kunlikda mo'tadil o'sha 8 gradusdan past bo'lishi kutilyaptimi? Qaror qabul qilinadi. Issiqlik ta'minotini ishga tushirish kerak degan. Suhbatimiz davomida kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik jarayonlarining turli yo'nalishlari, ya'ni issiqlik ta'minoti, xavfsizlik, tibbiy xizmat va mahalla darajasidagi ishlar haqida batafsil ma'lumot berishga biz harakat qildik. Haqiqatan ham bu mavsumda har bir tashkilot, har bir xonadon o'z vaqtida tayyorgarlik ko'rsa, qish faslini tinch va bexatar o'tkazish imkoniyati yaratiladi. Biz bilan bo'lganingiz uchun rahmat. Yana efirlarda ko'rishguncha salomat bo'ling. Hammaga rahmat. Salomat bo'ling.